Salamatmısızlar hörmetlik o'quvchilar. Biz bugun sizlar bilan shu 6-sinfning mavzularini davomlashtiryapmiz. Bugungi mavzumizda biz koordinatliq tuz chizig'ida ijobiy va salbiy sonlarni qanday tepish kerak, ashuni o'rganamiz. Oldin ola biz aytib ketaylik, nima deymiz? Вообще beshida mundaq bo'lgan, natural sonlar paydo bo'lgan, durust bu. Natural sonlar bizga har qanday narsani qancha alınba, qancha nashbitba deb sanaydigan uchun sanash uchun ishlatdik u sonlarni. Keyin u sonlar oz bo'lib qoldi. Inogda bizda yetmagan vaqtida, aqchimiz yetmagan vaqtda biz qarz kirib ketdik. Shu qarzni biz aslida qayerdan paydo bo'ldi desak, bu uchun qarzga kirib ketgandiki, shu qarz sonlarni ijobiy sonlar deb ataymiz. Shu chog'da biz bu yerda nima qilamiz ekan? Beshida koordinatliq tuz chiziqni chizib olaylik. Sal yo'g'otay buni. Masalan, koordinatliq tuz chiziqni nima deydi? Ruchkam yaxshi emas, unda chizib qo'yay. Bu yerda koordinatliq tuz chizig'ida biz chekitlarni eng beshida yodlab olishimiz kerak. Shuni koordinatliq tuz chiziq birlik o'lchami deb nimamiz? Masalan, berilgan bir koordinatliq tuz chizig'ida birlik deb 2 cm yoki 1 cm aniqchilikni elinglar desa, u buni kletka chaqmoq tashlaganda 2 chaqmoqlarda deb turinglardiki, u 1 cm ta'mishda bir единиц o'lcham birligini kirgizdi. Shu yerdan demashadi koordinatliq tuz chizig'ida masalan x teng 5 degan tepringlar desizlar, 1 2 3 4 5 deb menga 5 deb yozib a chekitini yazsam bo'ldi. Shu vaqtida a chekitining koordinatasi 5 deganni biz a tirnoq ichida 5 deb yozamiz. Bu ijobiy sonlar bo'lganda mushta yozamiz va har qanday ijobiy sonni biz plus belgisi bilan belgilaymiz. Biroq plus deganimiz обычно yozilmaydi. 5 ile yozib qo'ysam, demak bu ijobiy son. Yoki bo'lmasa 13 deb yozib qo'ysam, yoki bo'lmasa 1.2 dan 1 desam, mushlar hammasi ijobiy sonlarning misollari. Salbiy sonlarni bo'lsa, mana bu yerda 0 dan o'ng tarafini ijobiy deb olsak, endi koordinatliq shovni biz so'ng tarafga продолжать qilsak, bu yerda 0 dan so'ng tarafga qadam bosmoqmiz. Bu vaqtda bo'ldi -1, -2 deb mashaqqa salbiy sonlar yozildi koordinatliq tuz chizig'ida. Va har qanday salbiy sonning oldiga har qachon minus belgisi qo'yildi. Masalan, -5, -13, -1.2 dan 1. Bugungi darsda biz faqat mush koordinatliq tuz chiziqda ijobiy va salbiy sonlarni durust o'rnatishni o'tamiz. Endiki darslarda yana bu ijobiy va salbiy sonlarni qo'shish, elish deganlarni chiqarmaymiz. Tak, bu yerga nima deb ketishimiz kerak ekan? Buni deratdik. Shuni bilan son o'qida biz обязательно nima qilamiz kerak? Beshida sonning koordinatliq 5ni ko'rsatishimiz kerak. Mana точканы 0 deb belgilaymiz. Undan keyin birlik kesindisini masalan mayda 2 klеточкаdan 1 deb olsak, 1 deb yozib qo'yamiz meshaga. И, конечно же, biz bizning koordinatliq tuz chiziqni bunda strelочка bilan yo'nalishini ko'rsatamiz. Ijobiy yo'nalishi deb o'ng tarafga mangdigan unda strelочканы ataymiz. Так, o'chiraylik. Endi hisob chiqaraylik. Nomer 269 ni boshlaylik. Nomer 269 bundaq deydi. Birlik kesindisining uzunligi 0.5 cm bo'lgan koordinatliq tuzni selim. Mo'shu koordinatliq tuzda -7, -4, -1
2, 6, 8, 10 sanlarını belgülen var. Hop oңай. Номер 269. Бешіде координатлық түз сызықны сызғалайлы. Менің дәмдемейді, оның линейкасы yok, яма әскі кена. X de koyaylı. Otursun bir yani koordinatlık tüzünün 5'i de 0 alaylı ve birlikni 0,10 cm dediğimiz o bir kletiçke durur. Her bir çakmakni 1, 2, 3, 4, 5 dep sanayımız ki birlik ölçümü bir yerde bir çakmak. Şu çağdan minus 7 degan san qayda bo'ldi. U bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deb 0'dan so'ng tarafiga yasladim. Mega minus 7 deb qo'yaylik. Bu A chekiti bo'lsin. A chekitining koordinatasi minus 7. Endiki koordinatimiz qancha? Minus 4. O vaqtida prosta minus 7'dan 1, 2, 3 qo'y. 0'dan 1, 2, 3, 4 deb belgilsak, mana meyda minus 4 B chekiti bo'lsin. Minus 4 giden B çekitining koordinatasi minus 4. Katıqdalşı minus 1 deganimiz mana meyda. C çekitida qo'yaylik. Дальше nima deydi? 2 потом 6. 0 meyda bo'lsa 2 mana bunu D çekiti bo'lsin. D tırnaqchada 2 deb yozib qo'yamiz. 2 3 4 5 6 D Y de qo'yaylik. Y çekitining koordinatasi 6 ve endikisi 8 10 deydi. 6'dan keyin 7 8 bo'lsa F çekiti bo'lsin. Axirqisi 9 10 degandiki F G de qo'ymizmi? G de qo'yaylik. G ning koordinatasi 10. В общем, işte koordinatlik tuz sızıqda çekitlerini belgilesek bo'ldi. İjobiy sonlarni, salbiy sonlarni ko'rsatsek bo'ldi. Endiki nomer 271. Koordinatlık tüzde 3 sanıdan 5 birlikке, 4 birlikке, 2 birlikке, 3 birlikке teң aralıkta joylashgan sanlarni tepingla. Endi bu yerda koordinatlik tuz sızsaqım bo'ldi, sızmasaqım bo'laverdi, siz qo'yaylik. Biroq bu yerda sızma deb aytilmagan. Nima deydi? Koordinatlik tuzda 3 sanidan 5 birlikka. Masalan, birlikni bir chaqmoq deb olaylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deb ketaverdi. O'sha vaqtda bizda 1, 2, 3 degan son bor ekan. Shu 3 sonidan 5 birlikka joylashgan sonlarni tepamiz. Biz shu 3 degan koordinatni tutsak, biz koordinatlik tuz bo'yi bilan davomlashtirib maqsaq, 5 birlik maqsaq 1, 2, 3, 4, 5 mana bunu chekitga kelamiz rusma. Bu chekitdagi koordinatni tepish uchun biz prosta 3 ga 5 ni qo'shayapmizda, chiqadi 8. Shu vaqtida bizning koordinatimiz 8 ga teng. Biroq biz o'ng emas, so'ng tarafga qadam bosib minishimiz mumkin. Shu vaqtida biz 1, 2 kechirsa 1, 2, 3, 4, 5 qadam solga maqsaq, o solga maqduq degan bitta как раз salbiy bo'ldi-da, minus 5 qadam. Mayli plus qadam 5 qadam o'ng tarafga maqduq. Bunu x ning направленияsi bilan совпадает. Ikkinchi жағдайда bo'lsa x yo'nalishiga qarama-qarshi maqduq. Shuning uchun nima qilamiz? 3 dan evetimiz 5 ni. Endi qarab yiqinglar. 3 dan 5 ni olganda 0, 0 dan so'l tarafga minus 1, minus 2 deb yozmizda-da, shu vaqtda biz minus 2 degan koordinataga kelmizkan. Bu birinchisi. Moshundaqda yana bir talon ko'rsatdi, qog'ozlar ashtaqli adamlar yetishini. Masalan, shu 0,7 bo'lsin, bizning koordinatimiz qancha deydi? 3 1, 2, 3. Birlikni biz bir kletichkani olaylik. 1, 2, 3 deb mana mayda 3 degan chekitni tutgandik. Endi bu 3 degan chekitni nima qilib qancha qadam bosmizga 4 birlik deydi. 4 birlik deganki to же самое. O'ng tarafga 1, 2, 3, 4 qadam bossak, 3 ga 4 ni qo'shayapmizda, chiqadi 7.
Жоқта koordinatımız 7 болды. Яки болмаса 3'тен ивитimiz 4'ne. 1, 2, 3, 4. Bu болды 0'ның bir tarafı назад минус 1'si. Жоқ 3'тен 4'не алсақ минус 1. Кейін, конечно, біз яғни her qandaq zaman qo'sh elishtirganning nimalarini тоже o'timiz правилаларni. Hozir mushqunda hisob qildi 71 277 ni ko'raylik. Ko'ryapman. Qanday endi unim normal anglatamdi. Agar meni normal anglatgan bo'lsanglar, bir plus qo'yinglar ham. Mikrofonni yondirib qo'yib, oyoqqa qo'yib o'tirib ketdim, o'zim hisob chiqarib. Yaxshi plus anglatsa ko'rinyapti, xudo shukr, yaxshi davomlashtiray. Endiki nomer 277. Так, nomer 277. Menda-chi qaranglar, rasm berilgan. Agar deydi suratda ko'rsatilgan chekitlar bor, mana shu chekitlarning koordinatlarini yozib chiqinglar deydi. Siz qo'yayapsizmi? Sizlarning kitobinglar bor, kitobni qarab chiqinglar, men menga akkuratno siz aytay. 5'da A chekitini boshlaydi, что bu nima qilmaydigan. Mana koordinatlik tuz siziqning 5'i maydi ekan 0 chekitni O deb qo'yaylik. Bu yerdan eng birinchi chekitimiz, давайте o'lcham birlikni qarab olaylik. Qaranglar, 0 keyin 3 degan sonni ko'ratamsan, 0 bilan 3 ning orasida 1 2 3 4 5 6 chaqmoq tashlaydi ekan. 1 2 3 4 5 6 chaqmoq tashlab, menga 3 yozib qo'yibdi. Bu yerda koordinatlik tuzning birlik o'lchamini ko'rsatmagan. Shuning uchun biz o'zimiz tepib olaylik. Единичный отрезок 0 bilan 3 ning orasida menda 1 2 3 4 5 6 tal klеточка bo'lsa, shu 6 ni 3 ga bo'lib atsanglar, 2 chaqmoq qoldi. Shu vaqtda har bir 2 chaqmoq bizda 1 deb belgilangan. Shu vaqtda 1 2 3 4 5 deb ketaverdi. U chog'da A chekitining koordinatasi qancha ekan? A chekiti buni 3 degan chekitdan 3 chaqmoq neri turdi, durustmi? Da. Shu vaqtda A chekitining koordinatasi teng bo'ldi. Bizda har 2 klеточка 1 bo'lsa 3, keyin 4, keyin 5 bo'lsa, A chekiti 4 bilan 5 ning dal ровно o'tirib turdi. Shuning uchun A chekitining koordinatasi 4,5 chiqdi. Endi B chekitini ko'raylik. B chekitining koordinatasini. Так, B chekitining koordinatasini tepib yozinglar menga qancha bo'ldi. B keyin C, bunday yozib qo'ysanglar, B skobkach ko'rdinglarmi? Tirnoq ichida yozamiz chekitlarni. B, C, D, E, J bor ekan. Ну, O понятно, 0 da turdi, uni yozmasam ham bo'ldi. B chekiti qaranglar 0 dan 2 chaqmoqdan keyin o'rnashganki, demak B что такое? B chekitining koordinatasi 1 ga teng. Ham qattiq parang qilay. Katta dalishib C chekitini ko'raylik. C bizda qaranglar 0 ning so'ng tarafida ekan. 0 dan 3 chaqmoq tashladi, biroq har bir chaqmoq bizda -1 dan bo'lsa, -2 bo'lsa, C опять -1 bilan -2 ning o'tirdi degankin, u bo'ldi -1,5. Tak, D chekitini ko'raylik. D bizda yo'qdi ekan. D 0 dan qancha chaqmoq sanaytaylik?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çakmakka. Bunu meydi уже 2, 4, 6, 7 mana D çekti bakın. Bu bolsa minus 2, потом minus 3, и опять minus 3 bilen minus 4'ның o'ttirisi deganken, u bo'ldi minus 3,5. Şikarım emas. Minus 3'ten keyin so'ng tarafiga minus 4 degan ma'noda. Shuning uchun minus 3,5 D çekti. Y çekitini ko'raylik. O D'dan yan bir ikki chaqmoq neri keldi, durustmi? D'dan ikki chaqmoq neri deganki minus 4 dan minus 5 ning o'rtasida. U bo'ldi minus 4,5. Qaraydi, nima yozyapsizlar? Qani yozmabsizlar ответlarni ham. O'zim yozib bo'ldim o'zi. Endi C çekitini ko'raylik, qaranglar. A çekitidan yana ikki chaqmoq neri, qaranglar. A çekitidan ikki chaqmoq neri meyda C çekit turdi. Şu vaqtda sizlar nima deysizlar? Meyda 5 bilan 6 ning o'tirib bo'lgankin C çekitining koordinatasi 5,5. Shunda esa putti bo'lma. Endi kesap nomer 200 Moshmin abekasi chiqardim 279 bu qapti. Ha, 277 deydi, 64. Meni meydi, kстати, men boshqa rasmga qaraytmay kechirsizlar. Mana nemlarim sal durust yozilmay qapti. Endi nomer 279 qaraylik. Nomer 279. Belki 277 deganning rasmni bizda boshqa hisobni rasmni qaraytmayman. Abet chiqqanim sizlarga. Rasm nomer sal durust tushunmay qapti. 32. Hozir axir qaytib yana 279 ni keldim. Nomer 279 ni chiqaraylik. Eshitdinglarmi nomer 279 ni? Birlik kesinisi 3 cm bo'ladigan koordinatlik tuzni selinglar dedi. Mushu tuz sizig'ida buni berilgan chekitlarni ko'rsatdinglar. Siz qo'yaylik. Sizlar lineykalar bilan akkuratni chiroyli chizinglar. Ijobiy, salbiy ham sanlab bakka, shuning uchun 0 ni где-то buni o'tirib qo'yib qo'yibdi. Men birasi 0 bo'lsin. Birlik kesinisi 3 cm deganki 0 belgilab olgandan keyin 3 cm deganlar 6 chaqmoq 1 2 3 1 2 3 4 5 6 chaqmoq tashlab menga 1 deb yozdilar. Keyin yana 1 2 3 4 5 6 chaqmoq tashlab menga 2 yozdilar. Salbiy sanlardan точно ashtaq. Давайте men 2 4 6 deb menga yozay. Minus 1 bo'ldi. Yani 2 mana fikr bor hozir. 1 2 3. Tak, meg minus 2 keldi ekan. Pust A chekitida qo'yaylik. Birinchi chekitimizning koordinatasi 1. U o'ng'ay. A ni просто meg yozamiz ekan. A deb. U o'zi 1 ni ko'rsatib qo'ydim. Kechirsizlar. Endi minus 2 deydi. Minus 2 deganimiz buni точка, men shunga B qo'yib qo'yaylik. B chekitining koordinatasi minus 2. C koordinatasi
Дұрыс қарадым ма? Ага, 0,5. Вот, теперь нормально. 0,5. Это 0 bilan 1'ning yarmisi, durustmi? То есть 0 bilan 1'ning arasi 6 клеточка bo'lsa, 6 chaqmoqni 2 ga bo'lib atsam, ровно o'ttirsa 3 chaqmoq bo'ldi ekan. Mana shu bizda 2 dan 1 ni bildirdi. Bu yerni C deb belgilab qo'yaylik. Andiki minus 1,6 deydi. D chekdi deb qo'yay. Minus 1,6 degan koordinatliq tuz chizig'ida qayerda? Вот minus 1, mana minus 2, minus 1,5 bo'lgan bo'lsa, qarang, bu ne bo'ladi? Bu yerda minus 1,6 bo'lg'achqa minus 1,5dan sal so'ng kichik meya biriga ko'z qo'ymayki, buni точно ko'rsatmaymiz, примерно hisoblab qo'yaylik. D chekitining koordinatasi minus 1,6, mana mun точка. Endi 1,6 dan 5 deydi. Y chekiti deydi. Y chekitining koordinatasi 1,6 dan 5. O vaqtida 1 degan meya keldi. Дальше 6 dan 5 bizga как раз 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaqmoq. Shu 6 chaqmoqning 5 ni mangimizga 1, 2, 3, 4, 5. Shu vaqtida Y chekiti mana mayda bo'ldi. 1,6 dan 5 deb yozib qo'yaylik. Oxirgisi prosta 6 dan 5 deydi. Voy, kechirishlar, 6 dan 1. 6 dan 1 deganimiz 0 bilan 1 ning orasini 6 chaqmoq bo'lib, shu 6 chaqmoqning birini al deydi. Hech kim qotmaydi. F deb qo'yay. F chekitining koordinatasi mana 6 dan 1. Tushundinglarmi? Nomer 279 ni. Salomatmisiz, Gulnafis, yangidan kelgan, qo'shilgan. Internetlaringni normal ishlatam deytersizlar. Endi nomer 281 ni chiqarib o'taylik. Bu yerda mushular, bunaqa chekitlar berilgan, mushu chekitlarning koordinatlik tuzda belgilangan deydi. Так, buni qaraytinglar, nomer 281 da chekitlari bundoq berilganki, birlik kesindisini bundoq elinglar, palonchi elinglar deb yozmagankin, давайте biz o'zimizga o'ng'ay bo'lish uchun birlik kesindisini, например, bir chaqmoq olaylik. Ровно примерно o'tirsin 0 deb koordinatliq tuzsiqning 5 deb olsak, birlikni bir chaqmoq deb olaylik. Shu vaqtda Y chekitimiz borki, bu yerda o'sha yez qo'yibdi. Y chekitning koordinatasi -3. Shu vaqtda 0 dan so'ng tarafga 1, 2, 3 qadam bosimizda mana meyaga ko'k bilan yozaychi. Tak, 1, 2, 3 kletikchik tashlab meyaga Y deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Endiki chekit nima deydi qaysi? S deydi. S teng koordinatasi 4 bo'lgan S chekiti. 0, 1, 2, 3, 4 meyaga 4 yazsam, o'sha vaqtda S bunga keldi ekan. Mishki tekit bo'lmayman men bir nimasini. Katta xudalishi S dan keyin K. K teng -1. K chekitning koordinati -1 deganimiz 0 meya bo'lsa, -1 meya. Endi men sonlarni yozmay, chekitlarni qo'yib chiqib kelyapman. H deydi. H -8. -8 bo'lganki 0 dan so'ng tarafga qarab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qadam bosiladi. Menga H deb qo'ysizlar.
Ahirqisi P çekiti. P çekitinin koordinatisi 7 deydi. Bu naborot 0'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dep M'ge pi dep yazıp koysilakam. Tak, şunu bilen meyet hesaplap prinsipi boldu bitip kaptı. Endi takrarlaş üçün degen meyet bir hesapını çıkırıp eteli. Ötkende mesela addi sanlarga hesaplanyp çıkagan, şunun üçün bugün mesele hesapını çıkırıp eteli. Nomer 286 bugünkü dersimizden ahirki hesabı. Yaxşı tushungan bo'lsanglar молодцы. Arlığı 60 kilometr boldigan bir punktdan ikkinchi punktga sal 24 sekund daryo eqimi bilan qo'zg'algan kater 4,7 2 soat uzdi deydi. Katerning xas ildamligini tepinglar. Mening любимый fizikamga arliqni S deb qo'yaylik. S teng 60 kilometr. Bo'lgan bir punktdan ikkinchi punktga sal degan bizning nima plot turibmi? 24 soatda mangitgan. U только suv eqimi bilan uzdi. Uning vaqtini T1 deb qo'yaylik. Teng 24 soat ekan. Daryo eqimi bilan qo'zg'algan kater 4,7 2 soatda mangdi. Katerning o'zining ildamligi bor, plus suvning ildamligi uning yordam berdi. Shuning uchun u, конечно же, salga qaraganda chapsonroq uzib o'tib ketdi. Moshta bo'lsa katerning xas ildamligini tepinglar. Katerning ildamligini tepishimiz kerak. Oldin ola biz bilmoqda S teng V ko'paytirilgan T durustmi? Velocity times time is the length deymiz. Inglizcha deb qo'yay. Moshu yerdan 5'de sal mangsa sal только suvning ildamligi bilan mang'ankin. Давайте suvning ildamligini hisoblab olaylik. Uning uchun yo'lni vaqtga bo'lamiz. Shu vaqtda 60 kilometrni 24 ga bo'lsak, har ikkisini 12 qisqartib etaylik. Shu vaqt bo'ldi 2 dan 5 или 2,5 kilometr soatda. Bu suvning ildamligi. Endi katerning ildamligini tepish uchun kater suv eqimi bilan mang'ankin biz katerning ildamligiga suvning ildamligini qo'shib etamiz va u mushu arliq S ni T2 vaqtni 4,7 dan 2 soatda mangsa hisoblab etaylik qancha bo'ldi. Katerning ildamligiga 2,5 ni qo'shib etamiz. Mayda bo'lsa 60 ni давайте bo'linganida yozib qo'yay. 4,7 dan 2 ga bo'lamiz. O'ng tarafini hisoblab etsak, katerning ildamligi plus 2,5 teng. Kasrlarni bir-birisiga bo'lganda ularni noto'g'ri kasrga aylantirib, birinchi kasrni ko'chirib yozib, ikkinchi kasrning o'rnini almashtiramiz. Sraz давайте 7 ni yuqoriga chiqarib etaylik. 7, 4, 28, 2 ni qo'shib etsak 30, 60 bilan 30 ni qisqartsak 2, 2 ni 7 ko'paytsak 14. Shu vaqtda katerning ildamligi bilan suvning ildamligining qo'shimchasi 14 bo'lsa, prosta katerning ildamligini tepish uchun 14 dan 2,5 ni evetmiz. 14 dan 2 ni olsanglar 12, 12 dan 0,5 ni evatsanglar 11,5 chiqadi ekan. Shu vaqtda katerning ildamligi bo'ldi 11,5 kilometr soatga. Bu yaxshi hisob. Shuni tushundinglarmi? Tak, men shu yerda yana B punktini chiqarib etaylik. 286 ning B'sini. Как раз o'tgan darsning nimasi ekan bu? Maydani 36 pi santimetr kvadrat bo'ladigan duglakni cheklaydigan chambarning uzunligini tepinglar.
Meydan berilgan 36 pi kvadrat santimetr. Dügülekning cheklangan çemberning uzunluğunu C dedik durusma. C tepişimiz gerek. Dügülekning meydanning formulası pi r kvadrat. Meşedin radius r'ni çıkırıp alaylı. O boldu S bölüngen pi. Şu vaqt 36 pi'ni pi'ye bölüp etsek prosta 36 çıkıdı. Bu mavzunu unutup kalgan bolsaňar ötkenki video dersini görüp çıksaňar boldu. Şu vaqtda r kvadrat 36 bolsa radius prosta 6 boldu. Sebebi 6 ýa-da 6 36. Çemberinin uzunluğunun formulası 2 pi r radiusuna koyup etsek C çıkıdı 2 pi köpeytilgen 6. Cevabı boldu 12 pi. Boldu, şunu bilen bugünkü kıska dersimiz bitti. Eğer düşengen bir ýerler bolsa, обязательно kommentariýa ýazıp goýuňlar. Diqqetiňizge rahmet, salamet bolňlar. Endi kepti görüşkice.